Soat binosi nechinchi yil qurilgan deb o'ylaysizlar? Jidda shahridamiz, Fashtivenaldamiz. 2013-yilda mana soat bitmagan. 2013-yilda soat tayyor holatga kelgan. Qizig'mi? Bilarmidingiz ma'lumotni? 1889-yil mana Masjidul Haram. Odamni qaranglar, qanaqa holatda bo'lgan. Bu yoqda tog' bunaqa binolar ko'p bo'lmagan. Mana 1900-yildagi kadrlar. Bular saqlab qo'yishgan. Hozirgi olinadigan rasmlarni ham saqlab qo'yishadi. Mana bu 1910-yil. 1910-yil. Bu 1916. Mana ko'rishingiz mumkin. Qizig'a. Mana bu 1940-yilda o'z bilasizlar, ikkinchi jahon urushi paytlari to'g'ri kelgan ekan, mashalloh. Masjid tomlariga chiqib olishgan Ka'bani. Menga shunaqa ko'rinyapti. 1940-yil. Qaranglar, bu 1951-yil. 1951-yil. Bu 1954-yil mana. Bu 1967-yil. 1967-yil. Bu 1979. Bu 1988 uji bo'ldi mana. Binolar ko'payib ketgan. Mana. Vertolyotda olingan fikr. Uji mana 2000-yil. Bu yoqda endi vashe qurilishlar bo'lib juda ham chiroyli holat. 2004 mana endi odamlar ko'payib ketgan, mashalloh. Bu 2005. 2005. Bu 2006. 2006-yilda. 2010 mana o'sha soat chala holatda ko'rishingiz mumkin. 2010. Bu 2013. Soat tayyor holatda bo'lgan. 2016 akalar qaranglar. 2020-yil umuman odam yo'q. Karantin bo'lib, Masjidul Haramga odamlar kela olmadi, Ka'bani tavof qila olmadi. 2021-yil o'sha mana odamlar kelishni boshladi, alhamdulillah. Masofa saqlab tavof qilishgan kam odam. 2024 mana yana Alloh ne'mat berib hamma ibodat qilishni boshladi. Joninglar sog' bo'lsin. Arzon biletlar kerak, vizalar kerak, bizning Arzon Umra Telegram kanalimiz bor. Instagram profilimga silkasini qo'yganman, o'tsanglar adminlar ishlab turishibdi. Joninglar sog' bo'lsin. Bu videoni albatta yaqinlarga tashlab qo'yinglar, chunki loyiq kadrlarda men ko'rib maza qildim lekin.